Mana sepi qalinligini qaranglar mana. Bu bir kishiniki. Korrupsioniy holatni tashlaganimga videoni o'shaning uchun meni ishdan haydab oldi. Sizni maqsadingiz nima edi bu narsalarni, videolarni syomka qilishdan, bu prokurorga, hokimga tashlashdan maqsadingiz nima? Ketyapti mashina. Och, nima ichida? Qana bo'yki? Qaqa olib ketyapti. Ikkisi darvozadan kirib keladi. Qachondan men shaka ko'rmagan. Shirin choy ham yo'q ekan. Necha yildan beri shakar ham. Murvat uyida ishlardim. Qo'qon shahar ikkilar Murvat uyida. Sanitar bo'lib ishlardim. 67 ta olganmi? 67 ta kasalga bo'lish kerak shuni. Mana shu yerda xurlayapti, vasilikka olganlarda deb Telegramdan tashladim. Shu ikkinchi kuni men ko'timga tegib oldim. Nega bunaqa turing? Choy siznikimi? Choy siznikimi? Choyda ish ko'rinchi shirinmi ekan? Xohlaganda ovoz ish yo'q sizlarda. Jomlab turib ichishyapti-yu choy. Sizga nimada munosabat bildirasiz? Mumkin emas-ku. Sanitariya. Shirinmi? Shakari bormi? Shirinmi choy? Yo'q. Qurtga o'xshagan narsani ko'rdim men ovqatida. Murvat uyida bu qurtda ovqat beryapti. Video murojaatimi, videolarda o'sha korrupsioniy holatlar tashlab bergan kunimni ertasi kuni meni ishdan 100-moddaga asosan bo'shatyapti degan vajlarni bizga yetkazdi. Endi bu vajlari qay darajada to'g'ri? O'sha Murvat uyidagi vasiylar qancha kolbasa, qancha yeb ichishlarga, qanchadan normativlarga qay darajada rioya qilishyapti normativlarga, o'sha mutasaddilarni o'rganishlarini so'rab qolamiz. Bu murojaat hech kimning qadr-qiymatini kamsitish maqsadida yoki kimnidir haqorat qilish maqsadida chiqarilmayapti. Ya'ni o'sha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan yordam so'rayapmiz. Iltimos qilamizki, o'sha berib turgan yeb ichishlarni qay darajada to'g'ri, bu korrupsioniy holatmi? Shunga izoh berishlarini so'rab qolamiz. Ya'ni rasmiy munosabat berishlarini so'rab qolamiz. Qay darajada to'g'ri bu holatlar? Hurmatli do'stlar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Sizlardan bitta iltimos qilamiz, o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi o'sha kommentariyani baribir o'sha mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Nima sababdan prokurorga tashalgandan keyin qanday chora ko'rildi bu masala bo'yicha? Haqiqatdan korrupsioniy holat bormi yoki yo'qmi? Shuni bilish istagida jamoatchilikka keng tarqatmoqdamiz videoni. Bizni kuzatib borishda davom etinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nega bunaqa turing? Choy siznikimi? Choy siznikimi? Choyda ish ko'rinchi shirinmi ekan? Shirinmi? Shakari bormi? Shirinmi choy? Yo'q. Quruq choyda o'zi yo'q, ha? Choy mana oppoq. Shama beradi, shama. Shama ham yo'q mana. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 taga sut mana shu. Suv qo'shiladi. 40 ta odamga sut mana shu. Choy nechinchi shirinmi ekan, aka? Ey, choy nechinchi shirinmi ekan? Iching. Yo'q. Shirinmi choy? Yo'qmi shirini? Choy shirinmi? Yo'q deyasizlarmi? Choy nechinchi shirinmi ekan, aka? Nomigami? Jincha xolos. Jicha xolosmi? Aka choyda nechinchi shirinmi ekan? Choyda. Hozir menga aytyapti. Bizga bering uni belki ichib ko'ring deyapti. Bering. Choyda nechinchi shirinmi ekan, aka? Shirin ekan. Nomigami? Nomigami? Qo'yib tashladi. Nomiga?
Buni 40 gram chiqadi mana shu kalbasa. Mana. O'zini ko'rmayman. Ag'dan odam ko'rinyapti menga. Mana shu kalbasani berar ekan. Mana shu 40 gram chiqadimi? Uni sir ekan, bitta kalbasa bitta sir berar ekan bular. Ha, yo'q. Sari yo'q. Mana, yo'q. Mana. Buni katta odamroqdi, sal semizroq ekan mana. Mana ham 40 gram chiqmasa kerak. Mana shuni endi bitta kalbasa, bitta sir bular azabtirgan mana. Non ham eski mana. Nonlar ham eski mana. Mana shu bitta non, bitta odamniki, bitta kasallik, bemorlik. Nonni ham qalinligini qaranglar. Sizlar ovqatlarni qanaqa berish kerak tartibni? Ovqatlarni beradigan tartibni sizlarga. Oshxonada berish kerakmi? Oshxonada yuradiganlar oshxonada. Ha. Joyda yotadiganlar, sudrayib yuradiganlar bor, ularni olib kirib beriladi. O'zlariga olib kirib berasizlar, ha? Ko'chada shunday qo'yib turib, xohlaganingdaqa olib ol deyish yo'qmi sizlarda? Hali jomlab turib ichishyapti-yu choy. Bunga nima deb munosabat bildirasiz? Ular quyib beradi nima? Mumkin emas-ku. Sanitariya nimalar quyib beradi o'zi, aldi bo'limda nimalar quyib berish kerak-a o'zi. tarqatib beradi. Ovqatlarini idishga solib, tarelka, choy, chashka nimalar bormi? Qoshiq, vilka. Nima berasizlarmi? Choy poy ichgani, haligi purushka. Mushkulari bor hammasi. Nimasi uni yeb ichishi necha gram bo'lish kerak? Kolbasalari beriladigan zavtrikka. Endi uni hozir men taxminan qo'lingizda ko'rsating, taxminan qalinligi qanaqa bo'lishi kerak? Taxminan ko'rsating prosta. Endi alinaqada yozilgan bo'yicha beradi-da, men qayerdan bilaman. Mashitda ishlardim. 1 kilometr o'tdi. Mashitda ishlardingizmi? Holat chetda bo'lganmi? Holat chetda bo'lgan. Men Rahim Vitaliy Viktorovich. 1 kilometr o'tida ishlardim. Qo'qon shahri 1 kilometr o'tida ishlardim, sanitar bo'lib. Shu vasilikka olinganlarga, noto'g'ri muomala qilganlariga, kam ovqat berganiga, hammomga olib tushib, yaxshi qaramaganiga, hammasini yig'ib yurib, oxiri prokurorga, hokimga tashladim. O'zi 200 gram kalbasa, 200 gram sir, shirin choy berish kerak. Bu narsa berilmaydi vafshi. Dori so'rasangiz, dori ham berilmaydi. Ishdimi? Yo'q. O'zini dorisini berish kerak. Kerakli dorisini. Nima so'rasangiz, qoningiz og'risa ham, boshqa joyingiz og'risa ham shu isitma dori beriladi. Qurtga o'xshagan narsani ko'rdim men ovqatida. Muruvvat uyda bu qurtda ovqat beryaptimi? Nima o'zi? U qurt emas. U molni ichigimi shunaqa. Molni ichi. Ha. Yo molni ichigimi, turmog'imi shunaqa u. Shunaqa narsa berish kerakmi o'zi ovqatda? U qaramaydi vobshe. Shunda kelgan narsani tozalamaydi ham, sovuraveradi. O'zoni ichiga. Kasallar o'zi tozalaydi. Piyoz, kachishka, sabzi, piyozni hammasi kasallar o'zi tozalaydi. Oshpazchi. Oshpaz o'tiradi shu yerda. Oshpazi bormi o'zi? Bor oshpaz, oila oladi. Как положено. Xo'p, qancha muddat ishladingiz siz bu muruvvatlar uyida? 2010 dan men shu yerda ishlayman. Necha yil? 12 yilmi? Ha, 12 yil. Xo'p, 12 yil ichida bunaqa holat har doim ham bo'lganmi? Eskidan shunaqa. Ya'ni muruvvat uyida siz aytmoqchisizki, eskidan shunaqa ballamda ovqatni berib, mol ichak cho'voqlaridan demoqchisiz, to'g'rimi? Shunaqa. Hamda buni
kolbasalardan, odamlarning paykasidan urib qoladi demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ha, kimlar bu urib qolyapti siz fikringizcha? Men fikrimcha, Ha. oshxonani bosh povur bilan omborchi va xo'jayin. Hali banka masalasini ham bizga tashlagan ekansiz. Banka, hali Damas, to'la Damas, banka. Banka. Bankani ichida bir narsa bor, ochsam ochmadi. Ko'rsatmadi. Ha. Ha, bu biror narsa olib kela turgan bo'lishi ham mumkin u. U ichi mashina uy nima ichida, ishxona ichida chiqib ketyapti mashina. U bir narsa olib kelsa, u darvozadan kirib keladi. Prokurorga nima deb arz qiluvdingiz? Telegramga tashladingizmi Ha, prokurorga mana videolarni? shunaqa xurlayapti, vasiylikka olganlardi deb Telegramdan tashladim. Shu ertasi kuni men ko'timga tegib bordi. Xo'p. Hokimga nima degdingiz? Hokimga ham shunaqa Nima degdingiz? qaranglar, mana xurlayapti, oziq-ovqat yaxshi emas. Hammomga olib tushib qiynayapti. Javob keldimi keyin hokimdan? Yo'q, shu ikkovsiga bir kuni tashladim. Sichka bo'ldimi ikkita? Ha, bo'ldi, ha. Qabul qilgan. Prokurorga tashladim, hokimga tashladim. Keyin ertasi kuni Pitimuntkada nimani olib chiqib, notebookni olib chiqib, mana shu narsani tashlabdi. Imina meni ko'rsatib, mana shu narsani tashlabdi deb turib, 100-moddani xurliklar bunga ishdan bo'shadi bu deb chiqarib yubordi. Ishdan chiqarib yubordi. Keyin nima bo'ldi? Shu ishdan chiqib ketdim. Sizni maqsadingiz nima edi u narsalarni, videolarni syomka qilishdan, u prokurorga, hokimga tashlashdan maqsadingiz nima edi? Maqsad shu, yaxshilab qarasin shu. Vasiylikka olinganlarga yaxshilab qarasin. Attagi sharoitlar qanaqa? U atta davolanish uchun kasallarning sharoiti, yotoq joylari, kiyim-kechaklari. Yotoq joylar komissiya kelsa, hamma yoq joy-joyida bo'ladi. Komissiya kelmasa, eshitma yo'q, shu bitta yupqagina plastinni o'zida ham yotaveradi. Eski yirtiq ustuvashlarda, yirtiq kurtkalarda yuraveradi. Pastillari yirtiq, pirtiq, paypog'i yirtiq, sirtilgan. Chora ko'rsin deb prokurorga va hokimga tashladim. U nabarot menga chora ko'ryapti. O'shaning uchun meni ishdan haydatkizdirib yubordi. Siz hokim bilan prokurorga nima tashlagansiz? Shu ovqatini va shu nimasini hammomga olib kirib chiqqanini. Ya'ni siz nimadan norozi bo'lib, o'sha yerda nima yoqmagan sizga, o'shalarni aytib bering-da, nimalarni tashlagansiz? Misol uchun ovqatiga ertalab zavtragiga misol uchun 200 gram kolbasa, 200 gram sir, 2 ta tuxum va shirin choy berish kerak. U narsa yo'q. Bitta kolbasa beradi, bir ko'soq. U kolbasani unday olib ko'rsangiz, aqdan odam ko'rinadi. Mana 40 gram chiqadi mana shu kolbasa. Mana. O'zini ko'rmayman. Aqdan odam ko'rinyapti menga. Mana shu kolbasani berar ekan mana. Mana shu 40 gram chiqadimi? Shu yarim paqir sut berar xolosmi? Boshqa yo'qmi? Suv qo'shadi ichiga. Suv qo'shadimi hali? Bankalar to'ldirib qo'yadi, keyin ichiga suv qo'shib yuboradi. Ha. Kasallikni zavtriga. Shu bir kishi zavtriydimi? Shu beradi xolosmi? Har kuni shu ahvolmi? Ha? Har kun. Yana biror narsa beram, tuxum, kolbasa tuxum bermaydimi? Tuxum beradi. Haligi pishmagan bor, hamma ham ichida bor. Qachon beradi? Butun tuxum beradimi, yarimta beradimi? Yarimta deb beradi. Yarimta tuxum beradi bir kishiga. Ne bersa beryapti, bermasa yo'q. Yo'q-a, o'zi aslida tuxumi. Bermasa yo'q. Har zaman berib qo'yadi uni ham, bo'lsa yo'q. Bir kishiga yarimta tuxum beradi. Yarimtadan beradi, bersa bo'lsa yo'q. Shirin choy bermaydi. Xohlasa choy beradi, xohlasa choy bermaydi. Ovqatimda ko'rsangiz nam go'sht bor, nam boshqa narsa bor. Ana shunaqa paqirlab olish kerak. Ovqat mana choyda mana bizga tashlagan videongizni mana choyda shunaqa nimada keladimi? Uni kastrulkada keladi.
Xohlaganlik dezinfeksiya qilinmaganlik nimalarini tiqib olyapti suvda. Yo'q. Tarelkasidan tiqib olyapti. Cho'michida tiqib olyapti, o'zlari olyapti. Ashuna bo'lish kerakmi yo razdovat qilish kerakmi? Yo'q deyapsizlarmi? Choyli tinchi, shirinmikan aka? Yo'q. U o'zi aslida oshxonaga kirib, oshpazlar tarqatib, как положение har bittasiga berish kerak. Bular nabarot itga o'xshab bunday tashab qo'yapti. Paqirdami, boshqa narsadami, ular itga o'xshab raz borib ovolyapti. Aka, manaqa turing. Choy siznikimi? Choy siznikimi? Choyda ish ko'rinchi shirinmikan? Shirinmi? Shakari bormi? Yo'q. Ben tushundiroq. Shirinmi choy? Yo'q. To'g'ri. Quruq choyda o'zi yo'q, ha? Choy mana oppoq. Shama aytaveradi, shama. Shama ham yo'q mana. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 taga sut mana shu. Hatto shu tashlagan videoyingizni ko'rdik. Tarelka, qoshiq, vilka, piyola degan narsalar bormi hatto? Bor. Faqat komissiya kelsa keyin beriladi u narsalar. Qolgan payti hammasini qo'liga berib qo'yiladimi? Ha, qolgan payti shunaqa qo'l-qo'liga berib qo'yadi. Keyin haligi paqirda yarim paqir sutmi nima? Ha. Mana sut ahvolini qaranglar mana. Yarimta ham bas. Mana shu 40 taga sut mana shu. Allah suv qo'shiladi. 40 ta odamga sut mana shu. Turibdi. Yarim paqir sut beriladi, suvga aralashgan. U ham 100 ta odamga beriladi. O'zi aslida tartibi qanaqa bo'ladi bularga? Sut berish jarayoni yoki Tartibi 100 grammdan berish kerak. bir kishiga? Bir kishiga. Ana shu yarim paqir hozir necha kishiga? 100 ta odamga. 100 ta odamga. Ha. Yarim paqir 10 litr. Ha. Yarim paqir u 10 litr emas. Chiqsa bir 5 litr, 6 litr chiqadi. Bitta suv aralashgan deyapsiz. Ha, suv aralashgan. O'z ko'rganmiz suv aralashib turgan holatlarda. Endi u suti bunday olsangiz ko'rinadi-ku baribir. Nech ko'rsiz. Shu kasallar sizlarga shu muruvvat uyida saqlanib turgan odamlar sizga murojaat qilganmidi, yordam berma, shunaqa bo'lyapti deb jalba qilganmidi? Hay, ularmi? Men uyga misol uchun ketsam, ertalab menga non olib kelib ber, boshqa narsa olib kelib ber. Bu yerda to'ymayapman ovqatiga, boshqa narsa deya. Nonushtadan tashqari keyingi beriladigan ovqatlar, obedga, kechga masalan, qanaqa ovqatlar beriladi, qanaqa tartibda beriladi? Obedga biz olib chiqardik oshxonaga. Shu ikkita kasal raz yurib tarqatib chiqardi chashkada. Shu bitta non munchagina. Bitta bo'lkani 4 taga bo'ladi. Bir kunligiga. O'zini ko'rmayman. Aqdan odam ko'rinyapti menga. Yotoqchi yotog'i, uni haligi plastina nimalari, nima deydi? Pastel belyo bir narsalari qanaqa, necha kunda almashtiriladi, necha kunda yuviladi, unar narsalar. Plastinalari misol uchun tekshiruv kelsa yangisini qo'yadi. Agar tekshiruv kelmasa shu 1 oy, 1,5 oyda yuvoradi. Yogisi kelsa. Yo'q, o'sha matras aytibman, xolasa beradi, xolasa bermaydi ular. Polda ham yotadimi ular? Ha, polda ham yotadi. Keyin yuvinish masalasi, ularni kasallarni yuvintirish masalasi qanaqadir? Hammomchi yuvintirish kerak. Qo'ltin tag'ini, pasini hammomchi olish kerak. Misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, men videoda ko'rsatdim, u kesib olgan polni metini. Metinimni kesib olgan, u lezva, misol uchun u vaslikka olingan, unga lezva berish mumkin emas вообще qo'liga. U lezva bilan stanokda bergan, u kesib olgan qo'ltin tagini. O'shaning uchun men syomka qilib shu prokuror bilan hokimga tashlaganman. Chora ko'ringlar deb. Ular chora ko'rishni o'rniga bilmayman. Meni o'sha yerdan haydattirib yubordi. O'zi tartib bo'yicha kim yuntirish kerak, qanaqa Hammomchi. yuntirish kerak? Hammomchi yuntirish kerak, hammomchini o'zi olish kerak. Hozir u nima qilyapti u? O'zi olyapti. Yo, siz hali nimada gaplashganimizda aytdingizki, nechta ham odamga bitta o'sha britvami nima beradi? Ha, o'zi bitta, misol uchun boshqa bo'limdan bitta bemor olib chiqadi.
shu vasiylikka olinganini shu 50 tami 60 tami bo'limda nechta vasiylikka olingan bo'lsa qo'liga nosiga shtursun beradi, u polni olib tashlaydi o'zi. O'sha kasalni o'zi. Ay. Xodimlar uxlay turgan joyini ko'rdik biz. Bizga rasm tashlagan ekansiz. Xodim opa uxlayapti. Uxlash mumkinmi? Dam olish Yo'q, vaqti bormi? Vaqt soati dam oladigan vaqt ulardi. Yo'q. U misol uchun 8 dan 5 gacha ular ish vaqti. U birinchidan u nima? Medik. Medikning ahvoli, o'shaning uchun men sizga tashladim. U ish vaqtida uxlayapti. Ularga chora ko'rmaydi misol uchun. Bizga Yo, ular sutka ishlaydimi yo 8 dan 5 gacha ishlaydimi? Yo'q, 8 dan 5 gacha ishlaydi. Ketadimi 5 ta keyin? 5 ta ketadi. Vaholanki ish paytida uxlayapti. Ha, ish paytida uxlayapti. degan vajlarni bizga yetkazdi. Endi bu vajlari qay darajada to'g'ri? Shu masalada biz ijtimoiy tarmoqqa yorityapmiz hamda mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan shu masalaga o'zini huquqiy bahosini berishlarini so'raymiz. Ya'ni o'sha muruvvat uyidagi vasiylar qancha kolbasa, qancha yeb ichishlarga, qanchadan normativlarga rioya qilishyapti, normativlarga o'sha mutasaddilarni o'rganishlarini so'rab qolamiz.